Otib bo'yli tanishinglar. Mani kuzatasiz, lekin mani yaxshi bilmaysiz. Kelinglar, hozir qisqa savolinglarga qisqacha javob beraman. Millatim o'zbek, toshkentlikman. Yaxshi ko'rgan kofem ice americano. Yoqtirgan ranglarim qora hamda fioletoviy ranglar. Manga yoqadigan va mani qiziqtiradigan kinolar bu triller hamda romantika kinolari. Lekin ужасы kamdan kam ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan kinoyim bu "Sumerki". Bitta ko'rganman u вообще. U kinodagi menga aktyor Robert Pattinson bilan Kristen Styuart o'ynagan filmdagi syujetlari, har bir kadrlarni bittalab o'tkazolmasdan ko'rganman. O'sha kinoni juda ham yaxshi ko'raman. Men yoqtirgan hayvonlar, menga yoqadigan hayvonlar juda ham ko'p, lekin yaxshi ko'rgan hayvonim hozir oldimda. Menga mushudan tortib maymungacha yoqadi. Lekin meni yaxshi ko'rgan hayvonim mana shu papugay bo'ladi. Juda ham aqlli, gapirtirsanglar gapiradi. Begona odam qo'liga olaman desa, shunda o'yib olib cho'g'ib oladi. Menga yoqadigan tachkalar, ya'ni mashinalar. BMW, Merz, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Range Rover. Toyota ham yoqadi, Audi ham yoqadi. Umuman olganda komfort mashinalarining hammasi yoqadi. Hozir aytganlarim bittasi bo'lganda, bemalol haydab ketgan bo'lardim. Maktabda qaysi fanlarni yaxshi ko'rganman? Ximiya, fizkultura, matematika, adabiyot fanini juda ham yaxshi ko'rganman. O'qishda yoqtirgan fanim menga soliq, marketing hamda fizkultura darsi bo'lgan. Ustozlarim javob bermasa ham 5 baho qo'yib qo'yishardi. Balki shuning uchun shu fanlarni yoqtirgandirman. Mana endi Instagram ortidagi Shirin haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldinglar. Keyingi videolarimda bundan ham ko'p ma'lumotlarni berib boraman.